O'zbek shou-biznes olamining yana bir serqirra ijodkorlaridan biri Shohjahon Jo'rayev haqida bugun noxush xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Shohjahon Jo'rayev buzilgan oilasi va otasini sudga berishiga sabab bo'lgan voqea haqida so'zlab berdi. Xonanda Shohjahon Jo'rayev Chotki TV YouTube kanalida otasi bilan orasini buzmoqchi bo'lgani hamda uning so'zlari hamda maqsadi noto'g'ri talqin qilingani haqida intervyu berdi. Biz otam bilan shu darajada yaqin edikki, sahnada bir qarashlarini o'zidayoq nima kerakligini tushunardim. Otamning sirdoshi bo'lganman. Bosh farzand bo'lganim uchun ham juda erta otam bilan mehnatni boshlaganman. Shuning uchun ko'p narsalarni ulardan o'rganganman. Ko'p holatlar, ko'p voqealar asli qanday bo'lgani va nima bo'ldi, nima bo'lishi kerak bularni hammasini aytgan otam sadoqat bilan xizmat qildim deb faxrlanib ayta olaman. Buni oxirgi, ya'ni sog'lom paytlarida qo'yilgan ikkinchi konsertidagi ikkalamizni holatimizdan ham bilsa bo'ladi. Zapretdan chiqishlaridan keyin birinchi konsertni qo'ydik. Shu yerda men kutmagan voqea bo'ldi. Konsert mahali boshlovchi meni e'lon qilishi kerak edi. Otam kirib ketishlari kerak edi. Boshlovchilar chiqdi-yu, nimagadir otam o'zlari e'lon qilishni boshladi. Mana endi do'stlarimning eng yaqini Shohjahonni chiqaraylik deganlarida otam bu boshqacha, umuman kutilmagan holat bo'ldi. Bunaqa kutilmagan holat ko'p bo'lgan. Odatda men sahnada hayajonlanmayman, lekin o'shanda butunlay hayajonlandim otamning yonida. Tabiiyki u yerda o'tirganlar ko'pchiligi bunaqa havas qildi, lekin hasad qilganlar ham bo'ldi baribir. Shuning uchun holat bu darajada bo'lsin deb hatto ota bolaning orasiga ig'vo soladiganlar bo'lgan. Bunga otam kasal bo'lib yotib qolganlarida qisman erishishdi ham. Otamga 20 yil taqiqda bo'lishingga sabab bo'lgan dushmanlaring bilan Shohjahon yaqin bo'lib, hatto ularning qizlari bilan yashab yuribdi deyishgan. Otamning sog'ligi qoniqarli bo'lmagan paytda konsert berishlariga qarshi bo'lganman. Bu holatda konsert qo'yishi mumkin emasdi ularga. Bu kasallikni avj oldirardi. Men shuni eshitib turib, bu mumkin emas. Unda qilmanglar, yo'l qo'ymanglar bunga desam, uni ham borib yetkazishgan. Seni o'g'ling xohlamayapti, sahnaga chiqishingni degan. U o'z boshini xohlayapti, seni xohlamayapti deyishgan. Biz xuddi ajralmas egizaklar edik. Otam mana shu uyda yangi qo'shiq tayyorlasalar, yerni tagidan bo'lsa ham meni topib kelardilar. Shu darajada yaqin bo'lganmiz. Shu yaqinligimizni orani ochmoqchi bo'lishgan va hatto bunga qisman erishganday bo'lgan. 1-2 oycha. Keyin bu orada men keldim. Nimaga sen yo'qsan? Nima uchun konsertga qarashmayapsan degandilar. Dada, mening yo'qligimni sababi ilm sal bo'ladi, bo'lmaydi bo'lib turibdi. Bilasiz, sizni kasalligingizda bu yerda har xil gap, janjal bo'lmasin deb turib biz chiqdik. Alohida bir yashab ko'raylik deganimizda endi chunki alohida yashab ko'rsak balki hayotimiz yaxshi bo'lar degan edik. U bilan ham bo'lmadi hayotimiz deganman. O'sha paytlarda oilam notinch edi. Bunga sabab mening birinchi turmushimdan o'shanda yashaydi, yashamaydi bo'lib yurgan paytlarim edi. Bo'lmadi hayotim, ajralib ketdik. Endi uy talashdi degan xabarlarga kelsak, bizni bolalikdan katta bo'lgan bir uyimiz bor. Xotinim bilan o'sha yerda yashab ko'rishga qaror qilganmiz. Balki hammasi yaxshi bo'lib ketar, alohida yashasak deb uylaganmiz. Xullas u uyga ukrainalik ijarachi qo'yilgan ekan. U uyga joylashgan, u yo'qolib qolgan. Hech kim bilmayapti qayerdaligini. Keyin bilsak, u o'zini ishi bilan qayergadir ketgan ekan. Xullas men uyga kirib yashamoqchi bo'ldim. Yo'l yorug'ini bilsak, eshikni ochib berishmas ekan. Ijarachining narsalari bo'lgani uchun mumkin emas ekan. Nima qilish kerakligini so'rasam, sudning qarori bo'lsa, eshikni ochib beramiz, kiraverasiz deyishdi. Meni propiskam shu uyda, keyin shu uyga kirib qo'yishingizni so'rayman deb sudga ariza yozdim. Tabiiyki u uy
otamni nomida. Shu holatni odamlar otasi bilan uy talashdi deb talqin qilishgan. Bu gaplar ham otamning qulog'iga yetib borgan. Shu bilan bo'lmadi. Biz ajralib ketdik. Dadamga shungacha aytib berdim. Dadajon, sizga uyingni talashyapti deganlarida bu holat mana bunday edi. Baribir yasholmadik, bo'lmadi. Shuning uchun ham kelmay turdim oldingizga. Ikkinchisi, konsert qo'yishingizni xohlamayapman hozir. Biror yil o'tsin dedim. Mana tiklanyapsiz. Yana ham sog'aying. Zo'r sog'ayganingizdan keyin doimgidek hammasini o'zim qilib beraman deganman. Otam bechora menga shoh konsert qo'ymasak bo'lmas ekan. Menga odamlar seni esdan chiqarib yuborishadi, seni unutishadi deyishyapti dedi. Bu gapga kulging ham keladi, ham achinasan kishi. Dada, siz Sherali Jo'rayevsiz. Hech kim sizni esdan chiqara olmaydi. Siz bu xalqning qondirasiz. Unutishingizning iloji yo'q dedim. Otam ishonmayaptilar. Sahnada odamlarning ichida yurgan odamga, san'atkorga bu narsani hazm qilish qiyin. Ha, bular zo'r foydalanishyapti dedim. So'ng aytdim dadamga. Dada, to'g'ri tushuning. Ertaga tarixda farzandlari otasini qiynab sahnaga olib chiqishgan degan gapni biz ko'tara olmaymiz. Shunday desam ham ular baribir bular aytayapti. Mana odamlarni esidan chiqib ketayotgan ekanman dedi. Xullas otamga shu gapni singdirishibdi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.